Assalomu alaykum, Avror Realtor kanali kuzatuvchilari. Bugun 3-mikrorayonga kelganmiz. 2 xonali kvartiramiz, bolalar remontdan chiqqan uyimiz. Hech kim yashamagan uyimizni video obzorini ko'ramiz. Xullas, narxini oxirida aytib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizdek, ichidagi hamma mebel texnikalari bilan sotiladi. Bu sanuzeli bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonasi, yuvinish xonalari. Bu esa oshxonamiz bo'lgan. Oshxonamiz balkonga chiqarilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Balkoni ham 6 metrlik. Uyimizda parda, gilam hammasi bir-biriga uyg'unlashtirilgan. Bu esa mehmonxonasi hisoblanadi. Konditsioneri bor, televizorlari bor. Do'stlar, uyimiz 57 kvadrat metrni tashkil qiladi. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 450 millionni baholab qo'ydik. Batafsil ma'lumotlar olish uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Srochni bog'lanib bosa oladigan joyi. Bunaqa imkoniyat har doim bo'lavermaydi.